hamma turdan terlab berishadi. Mana qaranglar. Go'zal. Buni nimaligini kim biladi akalar? Bu narsa oldin gazda yoki elektrda ishlardi. Andijonlik Islom akamiz birinchilardan bo'lib buni ko'mirga moslab berishdi. Sushilka 3 tonna mahsulotni 50 kilo ko'mir bilan xotirjam quritib sifatini zo'r qilib bera olar ekan. Farmakologiya deysizlarmi, Perivaldagi opalar bor, qurt sotadi. Qurtchi opalar deysizlarmi, 2 tonna 3 tonna qurtlaringda bir sutkaga qolmasdan 50 kilo ko'mir bilan quritib beradi. Plastik ham 100% oliy navli ekan. Oliy navli pishavoy oziq-ovqatga mo'ljallangan plastikdan ishlab chiqariladi bu. Toshkent zavod zakaz qilinadi. Mevadan tashqari dori-darmon har qanday sohada ishlasa bo'ladi. Giyohlarni quritsa ham bo'ladi. 100% nержавейка, eshiklarigacha germetik. Buni hozir ichini bitta ko'rsatamiz akalar. Kimga kerak bo'lsa, 3 tonnalikmi, 10 tonnalikmi hamma turdan terlab berishadi. Mana qaranglar. Go'zal. Ichida maxsus ventilyatorlar bor. Bular balansirovka qilingan ekan. Qaranglar, har bir parlagi namga, zaxga hech narsa qilmaydi, ishlaveradi. Maxsus xullas. Buni hozir atyana yoritish uchun qo'ydik. Ortiqcha namlik bu yerdan chiqib ketadi. Mana bu indikator havodagi gradusga qarab bu yoqqa buyruq beradi, shunga qarab isitaveradi. Shunaqa. Kimga kerak bo'lsa, ko'mirda ishlaydigan, elektrdan 4-5 barobar arzonga tushadigan ishonchli sushilkalar yasab berish xizmati Islom akamiz ancha yildan beri bu aka bilan tanishmiz, yaxshi ishlashadi.